Assalomu alaykum. Kiberdata kanalining faol obunachilari, bugun sizlar bilan birgalikda pechat tayyorlash, ya'ni pechat muhr shtamp tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni pechat ruschasida pechat deyilar ekan, o'zbekchasida muhr deyilar ekan. Xo'p, muhr pechat nimaligini tushunish uchun hozir Google dan qisqacha yozib qidirib ko'rsib, namuna sifatida keyin tayyorlashni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz chunki kelasi oy oxirigacha 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Maqsadimiz shu. Shuning uchun bizga yordam bering, qo'llab-quvvatlang. Buning uchun siz kanalga obuna bo'ling, like bosing va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bizlar esa Kiberdata kanali sizlarga turli mukammal dasturlarda turli dasturlarni tuzish va kundalik ishga kerak bo'ladigan turli muammolarni hal qilishda yordam beramiz. Kiberdata kanalining asosiy maqsadi ham shu, zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri foydalanish hamda o'z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holatdagi dasturlarda mukammal ishlay olish jarayonini takomillashtirishdan iborat. Xo'p, videoni boshlaymiz. Men aytib o'tgandek, kanalga obuna bo'ling, like bosing va bizani qo'llab-quvvatlashda davom eting. Boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda doimgidek Google Chrome'ga kira olamiz. Bu yerda bir yozib ko'rishimiz kerak, ya'ni pechat nima? Xo'p, mana bu yerda turli pechatlar chiqib kelyapti. Oliy ta'lim xalq innovatsiya vazirligi. Xo'p. Mana bu yerda boshqa turli pechatlar bor. O'zbekistondagi yoki boshqa mamlakatdagi turli pechatlar bor. Ya'ni bu odatda nimaga kerak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, mana sizlar mas'uliyat cheklangan jamiyat yoki yakka tartibdagi tadbirkor korxonasini ochgan paytlaringiz sizlar misol uchun firmaga nom berasizlar, ya'ni kompaniyalaringizga nom berasizlar qanaqadir. Mana misol uchun bu yerda OO Takoy, ya'ni OO o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatni bildiradi. Xo'p, Takoy degan nom berilgan ekan. Siz boshqa nom berishingiz mumkin. Shu har bir ochilgan korxonangizni o'zini pechati, o'zini muhri bo'lishi kerak. Shuning uchun buni yasab berish ancha qimmat, masalan, zakaz qilib yasatiladi odatda. Bu ancha qimmat, lekin men shuni bepul sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa videoni boshladik. Pechat haqida qisqacha ma'lumot oldik. Pechat mana shu muhr shunaqa holatda bo'ladi. Biz xuddi shunaqa pechat yasashga harakat qilamiz. Xo'p, demak boshladik. Shtamp dasturiga kirib olamiz. Bu dasturni Kiberdata kanalidan olsangizlar bo'ladi. Izohda ham yozib qoldiraman. Kirib, bemalol Kiberdata kanalidan olib keyin foydalansangizlar bo'ladi. Boshqa yerda yo'q, topa olmaysizlar. Shuning uchun kanaldan olishinglar mumkin bo'ladi. Bu faqat kompyuter dasturida ishlaydi, ya'ni kompyuterda exe formatda ishlaydi. Xo'p, boshladik. Bizaga birinchi o'rinda mana shu dasturga kirib olamiz. Dasturga stroyki bo'limi bor. Stroyki bo'limidan mana shu nomni yozamiz. Nomni yozishdan oldin parametr stroykiga o'tamiz. Biz yulduzchani xo'p, ana endi to'g'ri bo'ldi. Ya'ni biz panjarani bosadigan bo'lsak, yulduzcha qo'yib beradi o'rniga. Xo'p, boshladik. Masalan, nom berishimiz mumkin. Pechatda doim birinchi qaysi mamlakatda nima uchun foydalanish haqidagi ma'lumot yozilgan bo'ladi qisqacha. Masalan, O'zbekiston Respublikasi. O'zbekiston Respublikasi Kiberdata kanali. Xo'p, yasalish jarayonini ko'rib turish uchun mana bu yerdan mana 1 2 3 4 5 6-qatordan mana shuni tanlaymiz. Ya'ni yasalish jarayonini ko'rib turish. Yani ochadigan bo'lsak, biz nima amalni bu yerda o'zgartiradigan bo'lsak, bu yerda ko'rinib turadi. Xo'p, joy ochamiz, oxiridan-da panjara qo'yamiz. Panjara qo'ysak, bizga avtomatik mana pastda ko'rinib turibdi. Yulduzcha ko'rinishda ko'rinadi.
oxiridan qo'yadigan bo'lsak shunaqa yoki oxirini o'chirib o'rtaga tortadigan bo'lsak yulduzcha o'rtaga keldi. O'zbekiston so'zini ham o'rtaga tortamiz. Mana. Xo'p, endi o'rtadagi rasmni o'zgartiramiz. Mana, sentrdan kirib o'zgartiriladi. Открыть qilamiz. O'zimizga kerakli rasmni tanlab olamiz. Bizda рабочий stolda gerb degan papkani ichida turibdi rasmimiz. Endi qanaqa rasm qo'ymoqchi bo'lsangizlar, o'zingiz, masalan, o'rtaga o'zingiz emblemalaringizni qo'yasizlarmi, firmalaringizni yoki boshqa narsani qo'yasizlarmi? Shu rasmni birinchi JPG yoki PNG formatda bo'lsa, mana shuni BMP formatga o'tkazish kerak. Bu qanaqa bo'ladi deysizlar? Mana Google Chrome'ga kiramiz. JPG, masalan, JPG formatdagi bo'lsa yoki PNG bo'lsa ham farqi yo'q. Mana JPG to BMP bo'ladi. Mana shu Free Convert sayti orqali o'sha JPG formatdagi rasmlaringizni tanlasizlar. Mana tanlansa, bu yerda mana BMP ko'rinishiga o'tkazib beradi. Konvertni bosadigan bo'lsak, kutib turamiz. BMP tuzilishiga o'tkazyapti. Mana davom bo'lgandan keyin ko'chira olamiz. Mana bizning rasmimiz BMP ko'rinishiga o'tdi. Endi buni mana shu yerdan topsak bo'ladi. Mana sentrdan открыть rasmimizni qayerda saqlagan bo'lsak, masalan, men gerbcha saqlaganman. Bosamiz. Bizga rasmimizni ochib beradi. Mana rasm kichkina holatda ochildi. Endi buni shriftlarini to'g'rilaymiz. 170 qilamiz. To'g'ri. Buni 135 qilamiz. Siz rasmingizga qarab o'zgartirsangiz bo'ladi. Holat qancha ideal bo'lishi uchun. Mana bizga o'zgardi. Xo'p. Bu oddiy ko'rinishdagisi. Ya'ni o'rtada chapga qarab turadigan so'z yo'q. Ya'ni hozir ko'rsataman. Tayyor qilib bo'lganingizdan keyin oxirida sozdание redaktoriga kirasiz, sozdat bosasiz. Rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, masalan, qanaqa rangni qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana o'zgaradi. Xo'p, endi buni Wordga o'tkazamiz. Mana Vistavit Word qiladigan bo'lsak, nega qora rangga o'tdi bu? Hozir. Mana buni. Bo'ldi. Rangni bo'yab bo'lganingizdan keyin sozdat qilasiz, boshqadan da Vistavit Word qilamiz. Mana bizga muhrimizni tayyorlab berdi. Buni xohlasangizlar rasm ko'rinishida saqlab olasizlar, xohlasangizlar mana shu Wordda to'g'ri holatda saqlasangizlar, Wordda rasm ko'rinishida o'tkazsangiz ham bo'ladi, yoki buni to'g'ridan-to'g'ri Canvaga yoki Photoshopga Ctrl C orqali, ya'ni koprovit qilib, Vistavit qilib tashlasangizlar, o'sha kerakli joyga o'tadi. Mana O'zbekiston Respublikasi Kiber Datafort kanali. Endi pastga qarab turadigan so'z yozishni nima qilamiz deydigan bo'lsangizlar, mana. Xo'p. Kiber yo'q, obuna bo'ling. Agar ana bu undov o'rniga mana bu yerda yulduzcha qo'yadigan bo'lsak, ya'ni panjara qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda ham yulduzcha paydo bo'ldi. Xo'p, chapdan tepaga qarab o'qisak, O'zbekiston Respublikasi Kiber Datafort kanali, o'ngdan pastga qarab o'qisak, obuna bo'ling, eng qiziqarlilari bizda, ya'ni eng sodda ko'rinishdagi dasturlarni tushuntirish va eng muhim sun'iy intellektlar bilan ishlash jarayonlarini to'liq o'rgatib boramiz. Ya'ni kundalik kerak bo'ladigan dasturlarda mukammal ishlashni o'rgatib boramiz, xudo xohlasa. Buning uchun yana qaytarib o'taman. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Qancha aktiv bo'lsangiz, bizga qancha ko'p izoh yozib, qanaqa dasturlar kerakligi haqida yozsangiz izohlarda, biz barchasini bepul variantda ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p,
Mana bizning dasturimiz tayyor bo'ldi. Mana prosmotrda ko'rib turibmiz. Endi buni Wordga o'tkazamiz. Avvalgisini udalit qilamiz. Bu bizga kerak emas. Sozdать redaktoriyasiga o'tamiz. Sozdать bosamiz. Funksiyamiz o'zgargani uchun keyin yana выставить board qilamiz. Mana bizga o'tkazib berdi. Xo'p, yana ikkinchi variantini ham ko'rsatib o'tishim kerak. Ya'ni mana o'rtada rasmsiz o'zingizning firmangizning nomini yozishingiz mumkinligini ham ko'rsatib o'tishim kerak. Xo'p, center rasmni olib tashlaymiz. Ruskini yo'qotamiz. Bizda ochiq holatda qoldi. Misol uchun MCJ mana. Xo'p, bularni holatini tayyorlaymiz. Ya'ni o'rtaga tushiramiz. 70 kamlik qilar ekan, 50 qilamiz. Mana. Buni 80 qilamiz. Buni esa jирный holat qildik. Mana bu yerda shriftlarni o'zgartirsak ham bo'ladi. Olmuş qilsak ham menimcha 55 bo'lar ekan. Misol uchun mana boya ko'rgan pechatimiz O'zbekiston. Mana o'zimizning firmanikini xuddi shunga o'xshatib yasaymiz. Mana bu yerda qanaqa ko'rinishda bo'lsa, shuni qilamiz. Xo'p, men bu yerdan mana bu bizga kerak emas. Agar bo'lsa o'zlari uchun yozsangiz ham bo'ladi. Buni esa bosma harf bilan yozishimiz kerak. Buni uchun biz Ctrl C qilamizda, tashlab turib bosma harfga o'zgartiramiz va yana qaytarib dasturga tashlaymiz. Yaxshi. Sal chiroyliroq bo'lishi uchun so'zni uzunlashtiramiz. Kanali sizga so'nggi AI Xo'p, so'zimiz ortib qolsa, mana uni pasaytiramiz. 01 ga qo'yamiz. Mana 01 da sal kichikroq bo'lar ekan. Belgilab turib, B ni bosib ko'ramiz, ya'ni jирный holatga. Xo'p, mana bu yerda mana o'rtasiga qayirsak ham bo'ladi. Mana O'zbekiston Respublikasi degan keyboardda Ford kanali. Mana sizdan boshlabman. Sizdan boshlab enter bosadigan bo'lsak, yana keyingi so'zni ham o'rta qatorga yozib beradi. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytaramiz hamda keyboardda Ford kanali sizga yordam beradi deb qo'yaylik. Mana so'zlar kichikroq bo'lsin. Endi buni 0 ga ko'taramiz. Jini olib yozuvni kichiktiramiz, shriftini. Shrift kichikroq bo'lsa, chiroyliroq chiqadi. Mana. Endi buni sozdать qilamiz boshqadan. Mana tayyor. Выставить board qilamiz.
Bizani muhrimiz tayyor. Xo'p, agar kim nimani tushunmagan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangizlar, biz barchasini birma-bir tushuntirib beramiz. Bu dasturni olish uchun Kibir Datafort kanaliga obuna bo'ling. Kibir Datafort Telegram kanalida biz dasturni tashab qo'yamiz va arxiv holatda mana gerbda ham tashab qo'yaman. Xo'p, kanalga obuna bo'lib, izohlarda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Kimda qanaqa dasturlarda ishlash qiyin bo'lyapti yoki kimda qanaqa dasturni tushunmayapti. Iloji boricha biz o'sha dasturni yoritib, sizlarga bepul tomonlama ochib berishga harakat qilamiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.